Lübu neyim için üç parçalık haqida qısarki bir tangdaşsız palvan. Neyim için Peygamber'da şartsiz birinci orunga tuzuldu bu yerki Lüfonjan. Bu mezmun qızqıdığan dostlar bir tal yaxshi jurak o'tib davomini anglaylik. Hamda Lübuning doim shartsiz birinci orunga tuzilishininki mundaq ikki cho'ng jang va ikki cho'ng paket va. Birinchi cho'ng paket hammamizga tunishlik bo'lgan Xulaganda Yuanshao boshchiligidagi 18 taraf qo'shini Dungjo qarshi ko'tarilib chiqqan vaqtning o'zida Wenjojang Huashong, Naysovchi Huashongni qatl qilib bo'lgandan keyin Lübu 100 nar tortib keldi. Shu vaqtning o'zida endi Sayyingjan Lübu chiqdi. Shunami? Endi bu uch qahramonning Lübular nima qilib ko'tirdi deganda bu jangning oldidagi jang va bu qanday sharoitda bu uch tankilamdi degan gap bor. Mananlab biqinlar bu jangning qanchalik qiyinlik darajasi borligini televizor teatrida ko'rib sizlar his qilamagan. Men hozir yesh biray. Lübu bu uchaylar bilan tang jang qilishdan burun oldida endi 4 marta jang qilib bo'lgan. Birinchi qatim Fang Yue deydigan bir dangliq bir sarkarda chiqdi. Bu Lübu bilan 5 marta tutishmaylar Chilan turuqning ostida jon berdi. Fang Yue'ni o'ldirgandan keyin Lübu Wang Feng deydigan bir sang'unning o'zining qo'shini bilan hammasini biraqla qirvatadi. İkinci sarkarda Mo'shun deydigan birisi yana o'zini chaqlamayla chiqdi. Lübu buni bir martamda kallisini yvatadi. Bir martamga yaramay qoldi bu. Üçüncüsü Beihai Shaito Kunglungning sarkardasi Wuango deydigan bir botir sang'un chiqdi. Aşık o'lgandan keyin endi men chiqib urishay bu Lübu degan o'ylanda bu aqsa chiqdi. Lekin Lübu bilan 5 martam tutishmaylar. Bu mu kallisini ayrıldı. Hem de şu vaqtimizda yeni hech kim chiqishga paytinanmay aran qalgan vaqtimizda kim chiqdi desanlar sizlar o'ylab bakmagan Gungsunzan o'tirg'i chiqdi. Gungsunzan 100 o'tirg'i chiqib Lübular 20 martamdan ortiq tutishdi. Biroq 20 martam tutishmaylar bu aniqli ojiz kelib qoldi. Lübu tankilanmay qoldi. Yengilib qolib tas qilib o'zining jinni ep qochdi. Lübu chilan turuq bilan chaqmoq tizigida qo'g'lab buni kaynidan nayzur o'ltirib atdi. Tas qolganda bizning Zhangfei birodar o'tirg'i chiqib Gongsunzanni qutuldirib qoldi. O'sha yerda qustirib bitay. Nima uchun 18 taram qo'shin tarqalgandan keyin Gongsunzan Liu Bei'ni shunda ineyim deb o'zining qishida ep qolganligini endi tushundinglarmi? Nimishqa boshqa bayliklar ep qilmay Gongsunzan ep qilib voy adachi soyadash deb qishida ep qoldi. Chunki shu vaqtning o'zida Zhangfei Gongsunzanning hayotini qutuldirib qolgan. Shuning uchun ma'ning rahmat aytish uchun Gongsunzan buni qishga aytgan. Endi Zhangfei chiqiblar Lübuning naysini qanqib etib, shirdak nar tortib tillaydi-ku, "Sen Xinjiangni" deb, "Uch urug'li qo'l" deb tillaydi. Shuning bilan bu vaqt Lübu Zhangfeining botirligi uning shuncha odam o'lib bo'lgandan keyin yana o'zini qo'rqmay mushtaq sat haqoratli gaplardan tilligini ko'rib qattiq ochiq keldi. Qattiq g'azab keldi. Shuning bilan Zhangfei bilan ikkisi shirdak 50 martam tutishdi. 50 martamgacha bu yerda Zhangfei bo'sh kelmaydi. 50 martam tutishib bo'lgandan keyin Lübu ustunlikni egallaydi. Zhangfei yengilib qoldi, tas qoldi. Endi bu vaqtning o'zida Guayunchan buni qarab turolmay qoldi. Shuning bilan bu Zhangfeining o'lib oz qolgani Guayu shirdak nar tortib keliblar, Lübu bilan jang qildi. Guayuning nayt haqavurligi, nayt botirligi, hech kim ko'z yilmaydiganligi, asosan jangni baldurli oxirlashtirganligini bilsizlar. Guayu chiqib Lübu qilch rahm qilmaydi. Qilch rahm qilmay nayt qattiq jang qildi. Bu ikkisi 30 martam tutishib, yengilish ayrılmaydi. Shuning bilan ungacha Zhangfei o'zini o'ngishib oldi-da, nayzlarni aklab, kiyimlarini tuzashtirib, o'zini bir o'ngishib olgandan keyin bu jangga kirdi. Bu ikkisi jang qilibmi ustunlik erisholmaydi. Mishar risksanlar bo'ldi. Bu ikkisi tang Lübu bilan tutishgandan keyin Guayu Zhangfei'ni sen chekinib ketgan demidi. Zhangfei mo o'zligidan chekindi. Demak, bu ikkalisi o'z yolg'iz Lübuga tankilanmaydiganligini tamoman his qildi. Shuning uchun ikkisi tang tutishdi. Endi bu ikkisi tang tutishib yana bir taxminan bir 50 marta atrofida o'ynagandan keyin Liu Bei qo'sh naysini ko'tarib bu jangga qatildi. Liu Bei Lübuning ko'nglini tutib olish uchun degan yana bis qildi. Lekin eng oldi bilan hargizmi Lübuning ko'nglini tutib olish emas, ma ikki inisini yorilib qolmasin, o'lib ketmasin deb ma ikki inisidan ansirab avval kirdi. Endi bu ikki jangga kirib ustunlik erishgandan keyin aninkaydan Lübuga deydi. Liu Sang'un, ma uchimiz sizning jiningizni asalli ola olmaymiz, biroq sizga rahm qildik. O Dungjo degan ma'nodagi munofiq tursa, sizga botir sarkarda anda qilsangiz, manda qilsangiz deb Liu Bei yana azroq vijdon paranglarini qilib, bu yerda Lübuni tutmoqchi bo'ldi. Endi demak, mush jangga qarasaqlar, bu yerda Lübu bu uch bilan tutishdan burun
4 adam bilan jang qilib bo'lgan. Mala 5-qatim kirgan 3-si. Demak, Lübu'nun mush janglardan burunla Tilis xil xo'rgan, xil bir ishlardan keyin ma uchidan orqa-marq tutishdi. Yenila bu uchinin qulda jon taslim qilmay, garchi azroq yengilib qolsa, yana sog'-salomat keta oldi. Demak, Lübu'nun bu jangini boshqa payg'ambar hech qanday bir sanğun qalanmaydı. Bu Guanyu bilan Zhang Fei tang hujum qilsa, Liu Bei'ni qatmay tutib qo'yib qolasizmi? Chunki payg'ambarning oldida 24 sanğunning har qandigini mashqisi birdan manchilar yer chiltib atalaydi. Endi ikkinchi bir cho'ng jang Huyang jangi. Endi bu vaqtimizda Liu bilan Cao Cao o'rtasidagi jang. Endi Liu bilan Cao Cao o'rtasidagi jang bo'lgan vaqtimizda albatta Cao Cao'dagi Batur sanğuni Shuchu oldi bilan jangga chiqdi. Shuchu Liu bilan 30 marta urushiblar. Yengilib qag'il tas qoldi, o'lgil tas qoldi. Cao Cao buni ko'rib yetdi. Shuning bilan Cao Cao ishning chataqligini tanlab, darhol buni keyinga ulab, Shahudin Shahuyan Akufqila, Lidian, Lijon qatorliq bo'lib, buning 6 sanğunni Liu bilan teng tutishtirdi. Qaranglar. 6 bilan teng tutishtirmayapti Liu. Chunki Cao Cao Sayyingjan Liu'ni ko'rgan, Liu'ning yomonligini biladi. Shuning bilan bu orqa-marq 6 sanğunni chiqarib, Liu'ning qalbisidan maqsudi. Lekin Liu mush 6 bilan jang qilibmi, yeni yengilib qolmaydi. Endi mush vaqtning o'zida bir 20-30 martadan tutishiblar Shuchuninki yengilib qolganligi, o'lib ketmasin deb qolgan 5-tang jang chiqargandilla Shuchu Liu'ning qilchi raqibi emas. Bu Cao Cao qolgan 5 sanğunni bir xil jangga qatmaydi. Junami? Shuchuni o'lib ketmasin, Liu'ni saraq mag'lub qildi deb 6 jang qilyapti. Demak, mush ikki jangga qarsak, bu ikki jangni bütün 3 parçalık hakkında kısatki 24 sanıqının hiç qaysi Liu'dan başqa hiç kim qalanmaydı. Şunun için tarixten bu yan peyğambarda Liu Fengshan şartsiz birinci orunga tizilib kelgani müşahada. Endi Liu'ning alamatini namoyon qilgan yeni bir katta bir ish bor. Mashqisidan boshqa bildiganlar bir piyonlik qilib qo'yinglar. Hashtag bo'janda mushuni so'zlab beray. Yaxshi bo'lgan do'stlar, dastimni go'nja qo'yinglar. Rahmat.